Bir bola buni eshitib qoptida endi. Kimdir aytibdi unga, shu tilingdan topasan debdilar endi. Tilingdan topasan desa, bo'pti debdi. U bola ham shu yoshligidan shu gapirmay qo'yibdi. Uydagilar ham bugun bo'lib qoldi shekilli, gapirmay qo'ydi deb boshqa qilib xafa bo'lib yillar o'tib ketdi. Endi u paytlar odamlar nima bilan shug'ullanadi? Ovchilik bilan shug'ullanadi boshqa. Bir ovga chiqishibdi qush otish uchun, hamma shu qo'lida nayza kamoni bilan qush qidiryapti biror joyda, shu ovozi chiqsa-da otsakda, shu bir qush sayragan ekan, o'sha qushni otib tushirishibdi. Boyagi bola, men to'g'ri qilyapman ekan debdi. Mana debdi. Jim o'tirganda shu hozir o'lmasdi shu. Jim o'tirganda o'lmasdi. Hamma qushlar jim turdi, shu gapirdi, ketdi. Desa otasi, seni tiling bormi, sen gungmasmisan desa, yo'q gungmasman desa, ne shuncha paytdan beri o'zing gunglaysan, bir urgan ekan kallasiga. Mana ko'rdingizmi, gapirdim, men ham jazoimni oldim.